Salom, bu men Sirojiddin. Bu esa Dilimi. Surxondaryolik bir yigitga 500 million so'm sovg'a qilyapti. Stop. Bunga meni nima aloqam bor deb o'ylayapsizlarmi? Hozir hammasini tushuntirib beraman. Meni ismim Sirojiddin, yoshim 25 da, 5 yildan beri prodyuser sferasida ishlab kelaman va biz qilgan ishlarni ekranda ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Meni o'zi asosiy vazifalarim nima va men nima ish qilaman? Auditoriya analiz qilaman, infopovodlar yaratamiz, kontent syomkasi, komanda, joy lokatsiyasi, rekvizitlar, ularni tasdiqlatish, force majeurlar holatlarda to'g'ri qarorlar qabul qila olish, jamoa bilan community, ijodkorlar bilan community, ular bilan suhbat, ularni motivatsiyasini ko'tarish, kasal bo'lib qolsa o'rniga ishlash, haftalab montaj ustida turish, musiqa yozdirish, obloshkalarni tasdiqlash, dizayner bilan ishlash, 3D grafika bilan ishlash, motion grafika bilan ishlash va hammasiga teza yozib ber, yozilgan tezani to'g'ri qildim, noto'g'ri qildim, uni tasdiqlat, olganingdan keyin uni klientga tasdiqlat, klient kortejini ko'rsatadi, qaytadan o'zgartirib ber deydi, uni o'zgartirib berasiz. Xullas ish ko'p. O'zi nimaga bularni hammasini sizlarga aytib beryapman, chunki bizga qo'ygan maqsad aniq, yoshlarni qo'llab-quvvatlash va O'zbekiston media bozorini rivojlantirish. Buning uchun kuchli jamoa kerak, buning uchun kuchli mutaxassis